Do'stlar, biz yana bitta gigant mahluqni obzorini boshladik. Ko'rganinglardek bu avtokaramiz juda ham bahaybat. Yuk ko'tarish qobiliyati 32 tonna bo'ladi. Yuk ko'tarish balandligi esa 4 metrni tashkil qiladi. Ushbu kattakon mahluqni umumiy og'irligi 43 tonna ekan. Bu karani harakatga keltirish uchun Weichai kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan dizel dvigateli qo'yilgan. Bundan tashqari Chaoyang kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan rezinaviy balonlar qo'yilgan. Kim aytdi Chaoyangda yaxshi kompaniya emas deb? Eng zo'r kompaniyalardan biri Chaoyang hisoblanadi. Va bundan tashqari Continental gidravlika liniyalaridan foydalanilgan. Ko'ryapsizlar, avtokaramiz juda ham katta. Buni dizelli varianti, bu yoqda elektronli varianti turibdi. 100% lition texnologiyasi asosida ishlaydi. Sizlarga ham xuddi shunaqa gigant avtokaralarni faqatgina Heli Uzbekistan kompaniyasi taqdim etadi. Eng qulay narxlarda faqatgina bizdan xarid qilishingiz mumkin.